qalbingizda biror kishiga nisbatan g'ashlik qolmasligi bilan, biror kishiga nisbatan hasad qolmasligi bilan, o'tgan bo'lsin, tirik bo'lsin, katta bo'lsin, kichik bo'lsin, hech kimga hasad qilmaysiz. Kimgaki hasadingiz bo'lsa, o'sha hasad qilayotgan odamingizni haqqiga duo qilasiz. Kimdandir o'zingizni ustun bilayotgan bo'lsangiz, uni o'rtoq ijangizni bilan siz bilan yuribdi. Men bunday yaxshiman degan xayol keladi. E'tibor qilingda, juda ko'pchilikdan o'zingizni yaxshi deb o'ylaysiz. E'tibor qilingda. Juda ko'pchilikni bunday o'ylab, bundan ko'ra men yaxshi odamman deb o'ylaysiz. Madam shu o'y bor ekan, o'sha odam kibrli bo'ladi. Ko'zi tushganki odamni, musulmonni bu mendan yaxshi deb bilasiz. To'g'ri, xatosi bo'lishi mumkin. Xatosini to'g'rilab qo'ying. Boshqa jihatdan mendan yaxshi bo'lishi kerak bu deb qo'yasiz. Endi kimdandir o'zingizni baland tutgisi kelyapti. O'sha odamning xizmatini qilib qo'yasiz. Kavushini to'g'rilab qo'yasiz. Kiyimini yuvib berasiz. Bir kun ovqat olib kelib xizmatini qilasiz. To'yinki qalbingizda o'sha kibr qolmasin. Ana shunday muolaja qilib, o'zini isloh qilish shunday. Bir yomon odatga odatlangansiz, o'sha odatni qat'iy kesasiz. Tushunarlimi? O'zini isloh qilish shunday, o'zini a'zolarini isloh qilish bo'ladi. Tashqi a'zolari va ichki qalbini isloh qilish bo'ladi. Ana shu bilan band bo'lsangiz, o'zi birovga oshirmaysiz siz asli. Biz agar o'zimizni aybimizni do'q tahlil qiladigan bo'lsak, birov haqida fikrlashga vaqtimiz bo'lmaydi. O'zingizni isloh qilganingizdan keyin marhamat boshqalarning islohiga o'tishingiz mumkin. Alloh o'zi siz bilan isloh qiladi boshqalarni.